Namazdan keyin qiroat qilish, jamoat bo'lib zikr va duo qilish. Savol: Assalomu alaykum. Ba'zilar juma va 5 vaqt namozdan keyin tarqalib ketmay, bir kishining unlik qiroat qilishi va boshqalarning uni anglashi, imomning yoki boshqa birining boshchiligida jamoat bo'lib zikr, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar va duo qilishi qatorliqlarning hammasi bid'atdir, xurofotdir deb fatvo beribdi. Bu ishlarga islom dini qanday qaraydi? Dalillari-chu? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Namozning oldida yoki keynida qiroat qilish, jamoat bo'lib imomning yetakchiligida zikr, tasbih o'qish va duo qilish qatorliq ishlar boshqalarga varang-turang qilganlik jihatdan ziyni bo'lmasa, mustahab ishlardir. Bularning foydalari ko'p. Masalan, bilmaganlar o'rganib oladi, yodida yo'qlar aslaydi. Dalillariga kelsak, qiroat qilishning o'zi odatda islom yo'lga qo'ygan mustahab ish. Buni qachon qilsa bo'ladi? Namozning oldi keynida qilsami bo'ladi? Chunki bu cheklanmagan. Namozning keynida qiroat qilish jamoatga Qur'on tilovat qilib beradigan, ularga o'rgatadigan fursatlardan biridir. Duoga kelsak, namozdan keyingi vaqt hadisda kelganidek duo ijobat qilinadigan paytlarning biridir. Shariat bu vaqtda duo qilishga targ'ib qilgan. Abu Umama radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, Rasulullohdan: "Ey Rasululloh, qaysi duo ijobat qilinishga eng yaqin?" deb so'ralganida, kechining oxirgi 3dan biridagi va farz namozlarning keynidagi deb javob bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farz namozlardan keyin duo qilgan bo'lib, bu farz namozlardan keyin duo qilishning sunnatligini ko'rsatadi. Albatta, imom bo'lgan kishi bu sunnatni tashlab qo'ysa bo'lmaydi. Amir ibn Maymun aytadi: Said radhiyallohu anhu bolalarga tuvandagi kalimalarni muallim kichik bolalarga xat yozishni o'rgatgandek o'rgatib, Rasululloh har namozdan keyin bu kalimalar bilan panohlik tilaydi deydi. Ey Alloh, qo'rqinchliqdan panoh tilayman. Baq qarib ketishimdan panohlik tilayman. Dunyoning fitnasidan panohlik tilayman. Go'r azobidan panohlik tilayman. Savban radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozdan salom bergandan keyin 3 qatim astag'firulloh deb mag'firat tilaydi va Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalali val ikrom deydi. Ali radhiyallohu anhudan kelgan bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni tamomlab salom bergandan keyin Allohumma g'firli ma qaddamtu va ma akhartu va ma asrartu va ma a'lantu va ma asraftu va ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu va antal muakhiru la ilaha illa anta deb duo qiladi. Bara radhiyallohu anhu aytadi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqada namoz o'qiganimizda bizga yuzlanib o'ltirganligini ko'zlab, u zotning o'ng tarafida o'ltirishni yoqtiratdik. Bara radhiyallohu anhu yana aytadi: Shunda qilib men Rasulullohning Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadaka. Ey Rabbim, bandilaringni qayta tirildiradigan kuni meni azobingdan saqlag'aysan deb duo qilayotganligini angladim. Bularmi albatta farz namozdan keyin imomning qilgan duosidir. Bu duolarni sahobalarning anglaganligi, bu duolarning o'nlik qilinganligini ko'rsatadi. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir farz namozning orqasida la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Allohumma la mani'a lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'ta va la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yalg'iz bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Uning sheriki yo'q. Barcha mahluqot Allohning ilkida. Jami madhiya Allohga mansub. Alloh hammaga qodirdir. Ey Alloh, sen berganni to'squchi yo'qdir, sen bermaganni berguchi yo'qdir. Sening taatingning o'rniga boylarning boyligi asqatmaydi deydi. Bu turli zikrlarmi mazmun jihatdan duodan iboratdir. Undaq bo'lgan ekan, imom va jamoatning yolg'iz duo qilishining sunnatligida gap yo'q. Bu yerda faqat farz namozlardan keyin imom yoki muazzin duo qilsa, boshqalar amin desa bid'at bo'lamdi degan masalada qarash o'xshashmaslik bo'lgan. Shariatda bir kishi duo qilsa, boshqalar amin desa bo'lmaydi deydigan cheklimi yo'q.
Ba'zilar savol qo'yib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farz namozlardan keyin duoni jamoat bo'lib qilmagan deyishi mumkin. To'g'ri. Duoni jamoat bo'lib qilmagan bo'lsa, buni sunnat deb olmaymiz, mustahab deymiz. Agar qilgan bo'lsa, mustahab bo'libla qolmay, balki sunnat bo'lib ketadi. Buning mustahabligi xos dalilga muhtoj emas. Chunki bu Alloh taolaning qo'llarim sendan men to'g'riliq so'rasa, aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Mendan tilsa duo qilg'uchining duosini ijobat qilaman degan oyatining umumligi doirasiga kiradi. Oyatdagi duo qilg'uchi degan ma'nodagi adda' degan so'z alif lam bilan kelgan bo'lib, bu arab tilida umumlikni bildiradi. Natijada qo'lini ko'targannimi, ko'tarmagannimi, jamoat bilan duo qilgannimi, yolg'iz duo qilgannimi, farz namozlardan keyin qilgannimi o'xshash o'z ichiga oladi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Rabbanglar dedi, mendan tilanglar ijobat qilaman. G'ofir surasi 60-oyat. Bu xitob yolg'iz kishilarga qilingan bo'lsa-mu, lekin ko'rinishda jamoatga qaratilgan. Undaq bo'lgan ekan, jamoat holatida duo qilish yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Yana tahi Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ning uyida nafl namozni jamoat bo'lib o'qib bergan va namozdan keyin uy egilariga dunyo va oxiratlik yaxshiliklarni tilab duo qilgan. Anas radhiyallohu anhu ning onasi Anas radhiyallohu anhu uchun Rasulullohdan duo olgan. Bu hadismi jamoat bilan o'qilgan namozdan keyin jamoat bo'lib duo qilishning mustahabligini ko'rsatadi. Albatta, Rasululloh o'nlik duo qilgan va uni Anas radhiyallohu anhu va onasi anglagan. Ularning Rasulullohning ularga qilgan duosini anglab turib, amin demasligi natoyin. Yana bir hadisda Ummu Atiyya radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollarni hayit namozlariga chiqishga buyurib, tala tuziga chiqmaydigan bo'yga yetgan qizlar va hayzdorlar chiqib yaxshi so'rilarga, mu'minlarning duolariga qatnashsin. Hayzdorlar namoz o'qiydigan joydan ayrilib tursin deganligini rivoyat qiladi. Yana bir rivoyatda Ummu Atiyya radhiyallohu anha biz ayollar hayit namoziga chiqishga, hatto chimildiqdagi qizlarni hayzdorlarni billa olib chiqib, jamoatning keynida turib, ularning takbirlariga ergishib takbir aytishga, ularga qo'shilib duo qilib, shu kunning barakatini va gunohlardan pok bo'lishni tilashga buyurilatdiq degan. Bu hadislardami hayit namozidagi duolarga qatnashish alohida targ'ib qilingan. Bumi jamoat bo'lib duo qilishga dalil bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning farz namozlaridan keyin jamoat bilan birga duo qilmaganligi oyat va hadislardagi buyruq va fazilatning umumligi haqidagi hukmlarni xoslashtirishga dalil bo'lmaganligi uchun umum hukm umumligida qolaverdi. Yana duo qilmaslik to'g'risida alohida ko'rsatma bermaganligimi bu ishning cheklanmaydiganligini ko'rsatadi. Farz namozlardan keyingi vaqt duo ijobat qilinishga eng yaqin bo'lgandan keyin duo orqali iymonni uyg'otish va to'g'ri aqidani o'g'itish ko'zda tutilsa, jamoat bo'lib duo qilish mustahabligi ta'kidlanadi. Yuqorqi dalillardan shuni ko'rib olamizki, farz namozlardan keyin imom yoki muazzin duo qilsa, boshqalar amin deb jamoat bo'lib qo'l ko'tarib duo qilish qatorliq bir necha ishning birikkan shakli haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ayrim hadis kelmagan. Lekin har birining ayrim dalillari kelgan. Birikkan shakli haqida ayrim dalil topilmagan ahvolda umum dalillarga amal qilishga bo'ladi. Bir ishqa ya ayrim ya umum dalil topilmaganda andan u ish bid'at bo'ladi. Farz namozlardan keyin jamoat bo'lib qo'l ko'tarib duo qilishmi umum dalil doirasiga kiradigan bo'lg'achqa, yana tahi Rasulullohning farz namozdan keyin duo qilganligi, nafl namozdan keyinmi jamoat bilan duo qilganligi isbotlangan bo'lg'achqa, hayit namozlarda jamoat duosiga qatnashish targ'ib qilingan bo'lg'achqa, buni bid'at degili bo'lmaydi. Bo'lmasa umum dalillarning hammasi keraksiz bo'lib qoladi. Chunki umumliq o'z ichiga olgan har bir ishqa ayrim dalil yo'q deyilib, umum dalillarga amal qilinmay qoladi. Halbuki ko'p masalalarning dalillari umumliqni bildiradigan dalillar bo'ladi. Masalan, Alloh taolaning va yaxshilik qilinglarki nijotlikqa erishgaysizlar. Haj surasi 77-oyat. degan buyruqi ma'lum bir cheklamaga taqishib qolmasala, bandalarga foydali ishlarni qilishga qilingan buyruqdir. Janggohlarda qarilarning qirilib ketish ahvoli ig'ir bo'lib ketib,
Qur'onning ko'p qismi ular bilan birga ketib qolishidan ansirab, Qur'onni to'plab qo'yish haqida Umar roziyallohu anhu taklif berganda, Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan ishni qilsam qandoq bo'ladi degan. Umar Alloh bilan qasamki, bu yaxshi ish degan. Shunda qilib uning ko'ngli qanoat topgan va Zayd roziyallohu anhuni Qur'onni to'plashga buyurgan. Duo qilish haqidagi buyruqmi biror zamon yoki makon yoki yolg'izlik yoki jamoat yoki qo'l ko'tarish yoki nima duo qilish bilan cheklab qo'yilmasdan Rabbinglarga duo qilinglar. Menga duo qilinglar. Mendan tilisa duo qilg'uvchining duosini ijobat qilaman. Haqiqatan Rabbim duoni anglab turg'uchidir deb umumli holatida kelgan. Bu buyruq va ko'rsatmalar farz namozlardan keyingi vaqtnimi, jamoat holatini qo'l ko'tarishnimi o'z ichiga oladi albatta. Shunga bu umumlikdan mustasno qiladigan ayrim bir dalil kelgan taqdirda andin shu ish buning sirtida bo'ladi. Masalan, Baqara surasi 200-oyatda oxiratni tilamay dunyolikni tilash haqida ayrim cheklama kelgan bo'lg'achqa, bu ish mazkur umumlikdan mustasno qilingan. Undaq bo'lgan ekan, farz namozlardan keyin jamoat bilan birga duo qilishmi ayrim dalilga qarashliq emas, balki dalilga zid kelmagandan keyin o'gitish jihatdan foydali bo'lg'achqa mustahablik doirasida qoladi. Ayrim cheklama kelsa, andin umumlikdan mustasno qilg'ili bo'ladi. Demak, Rasulullohning bu ishni ashu shaklda qilmaganligi bu ishning bid'atligini ko'rsatmaydi. Chunki boshqa umum dalillar bor. Oyatlardagi umumliq zikr suralari fazilati haqida kelgan bu hadis bilan ta'kidlanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Haqiqatan Allohning yo'llarida aylanib yuradigan farishtalar bor. Ular zikr ahlini izlashadi. Ular Allohga zikr aytayotgan biror qavmni uchirtib qolsa bir-birini. Tez bu yoqqa kelinglar, izlaganinglar topildi deb chaqirishib, ularni birinchi osmonga qadar qanotlari bilan urib olishadi. Ularning Parvardigori ulardan obdan biladigan turuqliq ulardan. Bandalarim nima deyishyotidi deb so'raydi. Farishtalar, ular sana tasbih aytayotidi, takbir aytayotidi, hamda aytayotidi, seni ulug'layotidi deb javob berdi. Ular meni ko'rib ekanmi? Yo'q, Alloh bilan qasamki, ular seni ko'rib boqmagan. Navoda ular meni ko'rgan bo'lsa, qanday zikr aytib ketar edi? Navoda ular seni ko'rgan bo'lsa, sana texmi qattiq ibodat qilgan bo'ladi. Seni texmi qattiq ulug'lab, hamda sana aytib, sana texmi ko'p tasbih aytgan bo'ladi. Undaqda ular mendan nima so'rashyotidi? Sendan jannatni so'rashyotidi. Ular uni ko'rib ekanmi? Yo'q, Alloh bilan qasamki, Rabbimiz ular uni ko'rib boqmagan. Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, qanday zikr aytib ketar edi? Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, uningga texmi herisman bo'lgan bo'ladi. Texmi qattiq tilagan bo'ladi va uningga texmi qattiq xushtar bo'ladi. Undaqda ular nimadan panohlik tilashyotidi? Do'zaxdan. Ular uni ko'rib ekanmi? Yo'q, Alloh bilan qasamki, Rabbimiz ular uni ko'rib boqmagan. Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, qanday zikr aytib ketar edi? Navoda ular uni ko'rgan bo'lsa, do'zaxdan texmi qochgan bo'ladi. Uningdan texmi qattiq qo'rqqan bo'ladi. Undaq bo'lsa, sizlarni guvoh qilamanki, men ularni mag'firat qilyaptim. Farishtalardan biri. Ularning ichida gunohkor palonimi bor. U ulardan emas. U bir ish uchun kelib ularga qo'shilib qolgan deydi. Parvardigor, ular bir so'rinda o'ltirganlardir. Ular bilan birga o'ltirgan kishi ularning izzati uchun baxtsizlik yo'liqmaydi deydi. Bu hadisda duonimi zikr deb atash bilan birga duoning jamoat holatida qilinganligini bayon qilgan bo'lib, bu holat biri duo qilsa, boshqalar amin deyishni o'z ichiga oladi. Tövandagi hadisdami shundoq umumliq kelgan. Ibn Umar roziyallohu anhuma mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror so'rindan turganida sahobalarga mushu duoni qilmay qolmaydi. Allohumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu baynana va bayna ma'asik va min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak va min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna musibati ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Rasulullahның farz namazdan keyingi o'ltirgan so'rinimi mazkur hadisdagi so'rinlar qatorida, albatta. Chunki Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan uzun hadisda sallallohu alayhi va sallam namozni o'qib bo'lgandan keyingi so'rinida o'ltirgan vaqtida oldiga kelib salom beratdim degan. Qo'l ko'tarib duo qilish masalasiga kelsak, turli ahvollarda duo qilganda qo'l ko'tarish haqida kelgan 100 ga yaqin hadis farz namozdan keyingi duodami qo'l ko'tarishning cheklanmaydiganligini ko'rsatadi. Yuqorqi oyat va hadislardan ilinadigan dalillar bilan birga tahlil qilganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning farz namozdan keyin mushu tariqada duo qilmaganligi buning sunnatligini ko'rsatmagandek bid'atligini ko'rsatmaydi. Balki mustahabligini ko'rsatadi. İmam Şatibi rahmetullahi alayhi bu xildagi duo qilishning o'zini bid'at demagan. Balki izchil shundoq qilishni to'g'ri topmay, biz deymizki, ulamolar namozdan keyingi zikr va duoga o'xshash ishlarda uni mustahabdir. Sunnat yoki vojib emasdir deyishidi degan. Mayli Imam Şatibi bo'lsin, mayli hozirgi salafiy iqimdagi olimlar bo'lsin, farz namozdan keyin qo'l ko'tarib jamoat bilan duo qilishni mutlaq bid'at demaydi. Balki izchil shundoq qilishga bo'lmaydi. Ba'zida qilsa bo'ldi deb qaraydi. Bular izchil qilingan taqdirda buni zodi qilmasa bo'lmaydigan vojib ish deb tushunib qilishdan ansirab shundoq deydi. Albuki bu ishni mustahab deyish orqali bunda xato tushunib olishdan saqlanғалы bo'ladi. Sahobalarning tushunishiga qaraydigan bo'lsaqmi, biror hukm dalilga tayanib bir xil ibodatni izchil qilish cheklanadi deb tushunmagan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, ansarlardan bir kishi Quba masjidida jamoatga imom bo'ladi. U har qatim o'nlik o'qiladigan namozlarda sura boshlamoqchi bo'lsa, Fatihadan keyin oldi bilan Qul huvallohu ahadni o'qib etib, ondan boshqa sura o'qiydi. U har rakatda mushundoq qiladi. Hamrohlari uningga: "Sen Fatihadan keyin mushu surani boshlab o'qib, bu sura kifoya qilmagandek yana bir surani o'qiydi ekansan. Ya shu ixlosni o'qigan, ya uni o'qimay boshqasini o'qigan" dedi u. "Men u surani tark etmayman. Agar mushu bo'yicha imom bo'lib berishimni xohlasanglar shundoq qilay. Yoqtirmasanglar men sizlardan ayrilay" dedi. Jamoat u kishini o'z ishidagi eng yaxshi kishi deb qarag'achqa, boshqa birining o'zlariga imom bo'lishini xohlamay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelganda ahvolni degan edi Rasululloh. "Ey palani, sen nima uchun namozni birodarlaring degandek o'qib bermay, har rakatda mushu surani qo'shib o'qishda chang turib olasan" dedi. U odam: "Chunki men u surani yaxshi ko'raman" deb javob berganda Rasululloh: "Sening bu surani yaxshi ko'rishing seni jannatga olib kiradi" dedi. Demak, bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi bu surani ashu shaklda izchil o'qimagan bo'lsa-mu, namozda Qur'on o'qish haqidagi umum dalilga tayanib, namozda bir surani ashu shaklda izchil o'qigan sahobaning ishini ma'qullagan. Xubayb radhiyallohu anhu umum yuzlik namoz o'qishga buyurgan ko'rsatmalariga tayanib, o'ltirilish oldida 2 rakat namoz o'qishni tunji bo'lib yo'lga qo'ygan. Demak, umum dalillar bu ishning bid'at bo'lmaydiganligini isbotlashda yetarlik. Har holda bu turli ishlar olimlar o'rtasidagi ijtihodiy masalalar bo'lg'achqa, boshqalarning tanlagan yo'lini bid'at da'vatmaslik lozim. Bo'lmasa, birmi olim bid'at bilan qarlanishdan saqlana olmaydi. Endi namozning keynida jamoat bo'lib, imomning yetakchiligida zikr, tasbih o'qish masalasiga qarab boqayli. Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir farz namozning orqasida La ilaha illallohu wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. Allohumma la mani'a lima a'tayta va la mu'tiya lima mana'ta va la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Yalg'iz bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Uning sheriki yo'q. Barcha mahluqot Allohning ilkida. Jami madhiya Allohga mansub. Allah hammaga qodirdir. Ey Allah, sen berganni to'squchi yo'qdir, sen bermaganni berguchi yo'qdir. Sening taatingning o'rniga boylarning boyligi asqatmaydi deydi. Muslim rivoyatida men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozdan salom berganida ashundoq deganligini anglagan deb kelgan. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu zikrni o'llik demagan bo'lsa, Mughira radhiyallohu anhu buni qandoq anglagan?
Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu har namozdan keyin salom berib bo'lib bundoq deydi: La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla va la quwwata illa billah. La ilaha illalloh va la na'budu illa iyyahu. Lahun ni'matu va lahul fadlu va lahus sana'ul hasanu. La ilaha illalloh mukhlisina lahud-din va law karihal kafirun. Yalğız bir Allah'tan başqa heç ilah yoxdur. Onun şeriki yoxdur. Barcha maxluqat Allah'ның ilkididir. Cimi mədhiyə Allah'a mənsubdur. Allah hər nərsəyə qadirdir. Allah'ның iradəsiz heç güc-quvvat yoxdur. Yalğız bir Allah'tan başqa heç ilah yoxdur. Biz onundan başqaga ibadat qılmaymiz. Barlıq nimetlər onundur. Barlıq fəzli mərhəmətlərimi onundur. Güzel həmdüsənalarımı onundur. Barlıq kafirlər yaman görgən təqdirdimi haq diniga itiqad qılğan halda, yalğız Allah'a ibadat qılğan halda, yalğız bir Allah'tan başqa heç ilah yoxdur deymiz. Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu yana mundaq degan: Rasulullah sallallahu alayhi va sallam aşı sözlərini hər namazdan keyin önlük deydi. Yana bir rivoyatda eng yuqori ovozi bilan deydi deb kelgan. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: Farz namazdan yanıdığanda cemaatning zikr aytib ovozini ko'tarishi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning vaqtida bar bo'lgan ish edi. Men zikrni anglab cemaatning namozdan yanıganligini bilatdim. Yana bir rivoyatda u mundaq degan: Men Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning namozining tamom bo'lganligini takbir aytish bilan bilatdim. Namozdan keyin Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning imomlik sufati bilan o'nlik zikr tasbih aytganligi haqida yuqori hadis bilan qo'shib 20 dan ortiq sahih hadis bor. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam namozdan keyingi zikrlarni o'nlik degan bo'lsa, o'nlik degandimi ovozini yuqori ko'tarib degan bo'lsa, bu qandoqsiki bid'at bo'lsin, aksicha sunnat bo'ladi. Subhanallah, alhamdulillah, Allohu akbar degandek zikrlarni imom yetakchi bo'lib o'nlik aytsa, boshqalar uningga ergishib ishida aytsa bo'laveradi. Bu boshqalarga o'rgatish uchun foydali usul bo'ladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam boshqalarga o'rgatish maqsadida qiroatni ichida o'qiydigan ba'zi namozlarda biror oyatni o'nlik o'qib qo'yadi. Abu Qatada radhiyallohu anhuning o'g'li Abdullah otasidan rivoyat qiladi-ki, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam peshin namozining avvalgi 2 rakatining har birida Fatiha bilan bir sura o'qiydi. Avvalgi rakatni uzun, ikkinchi rakatni qisqa o'qiydi. Ba'zida biror oyatni bizga anglatib o'qiydi. Anglatib o'qib qo'yishi ashu rakatda Qur'on o'qilganligini, qaysi suralarni o'qilganligini jamoatga o'rgatish maqsadida edi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu xalifa vaqtida imom bo'lganda jamoatga o'rgatish maqsadida namozga quloq qoqqandan keyinki Subhanakallohumma va bihamdika degan tasbihni o'nlik o'qib qo'yadi. Bumi o'rgatish maqsadida qasdan o'nlik o'qishdir. Uning ustiga diyorimizda keng xalq ammasining zikr, tasbih, duo va Qur'on o'rganish fursatini bid'atga qarshi turish bahonasi bilan yo'qotib o'tishning o'zi bir jinoyatdir. Bunda ishlarning sunnat bo'lmaganlarini sunnat davolmay, mustahab desa yoki o'rgatish ham islom faoliyatini qanot yaydirish uchun foydali deb qilsa bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 116 numurli fatvo.